Folchi. Muallif Nafisa Malikova. 10-qism. Komila opa va Mirzakarim o'g'li olib kelgan Ruqiyachiga ishonqiramay qaradi. Axir yaxshisan-ku, bu shartmi? Miraboz qat'iy nigohda hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Miraboz bir chetda turgan Abdulla xotinga qaradi. Judayam og'riqli bo'ladi, chiday olasanmi? Abdulla xotini savoliga chin ishonch bilan javob berdi. Balki bu meni yakunimdir, ammo negadir xafa bo'lmayapman. Barakalla, ozroq chida, bardam bo'l. To'g'ri odam tanasidan ajralish qiyin, ayniqsa ruqiya o'qilgach. Ammo sen tavba qilsang va qaytib inson tanasiga kirmaslikka qasam ichsang, farishtalar senga yordam beradi. Miraboz ruqiyachini qarshisiga o'tirdi. Ko'zlarini yumdi. Go'zal ovoz eshitildi. Avvaliga past ovoz, keyin balandladi. Judayam xush va mayin ifor xonani qoplaganidan sezdiki, farishtalar tashrif buyurdi. Ko'zlarini ocha olmadi. Ochsa ularning nuri ko'zni kuydiradi. Chidab bo'lmas og'riq sezdi. Abdulla xotin aytganlarini takrorladi. Qaytib inson tanasiga kirmaslikka va sehr ishlarga aralashmaslikka va'da berdi. Ruqiya o'qiyotgan inson ovozidan boshqa ovozlarni tingladi. Kuchli og'riq uni tanadan itqitayotgandi. Tark etasanmi? Uni tanasini tark etasanmi? Mirzakarim va Komila o'g'lini qiynalayotganini ko'rib, ruqiyachini to'xtatmoqchi bo'ldi. Ammo Miraboz, "Dada, oyi, menga rahmingiz kelmasin. Bu men emasman", degach to'xtadi. G'alati irillash va tish orasidan chiqqan vishillashlar uzoq davom etib, ancha vaqtdan keyin Miraboz tinchib qoldi. Mirzakarim tezda ruqiyachidan so'radi. "Nima bo'ldi?" "Jin tanani tark etdi, ammo o'g'lingiz juda ham zaiflashgan. Yana 5 yoki 6 marta ruqiya o'qilish kerak. Ancha vaqt o'ziga kelmasligi mumkin. Ammo Allohdan so'rayvering." "Qancha pul kerak?" "Men pul uchun kelmadim. Alloh yo'lida yordam beraman. Pulingiz kerak emas." Pariroy negadir o'zini g'alati his qildi. Qaytarma qilishdimi? Bo'lishi mumkin emas. Axir qaytarmalar ta'sir qilmasligi kerak edi. Yurayotganda yo'lini qonga bo'yalgan Miraboz to'sdi. "Men o'ldim, seni deb o'ldim. Seni ham o'zim bilan o'liklar dunyosiga olib ketaman." Pariroyning yuragi yorilay dedi. "Yo'q!" deya chiyilladi. "Sen ifrit qavmini g'azabiga uchrading." Pariroy o'zi bilmagan holda qaychini olib sochlarini kesdi-da yeya boshladi. Tiqilib o'qchib qolguncha yeyaverdi. Ko'zlaridan yosh oqdi, ammo to'xtay olmasdi. Bir juft o'lik ko'zlar unga tikilib turar, tikilgani sayin sochlarini qattiqroq chaynardi. "Oilangdagilarning hammasi sen uchun javob beradi. O'g'illaring ham, ering ham." Pariroy gapira olmadi. Soch allaqachon uni bo'g'ziga tiqilib, nafas yetishmay qola boshlagandi. Komila yangilikni eshitib shokka tushib qoldi. "Qanday qilib?" Mirzakarim xotinining avzoyini ko'rib xavotir oldi. "Nima bo'ldi?" Pariroyning joni uzilibdi. "Nima? Qanday qilib? Soppa-sog' edi-ku." Aqldan ozgandek juda ko'p soch yutibdi. Nafas ololmay vafot etgan. "Yurchi, kim aytdi bunaqa gapni?" Ikkisi ham ishonmay xonadan otilib chiqdi. O'lik juda qo'rqinchli qiyofaga kirgandi. Soch bo'lib ketgan tana, dahshatdan qotib qolgan ko'zlar ko'rgan odamni seskantirardi. Pariroyni ko'rish uchun ketayotgan erini esa mashinasining oldidan kimdir zuvillab yugurib o'tdi. Boshqaruvni yo'qotgan erkak tormozni bosaman deguncha Abdulla xota unga jilmayib qaradi. "Oppoq va toza kiyim senga juda yarashar ekan." Jin mamnun qaradi. "Anchadan beri libos kiymagandim. Mariklar saroynikidek kiyimga o'rganib qolishgan, buni tushunaman. Sizga rahmat aytmoqchiman. Qulog'im qariganimga og'irroq bo'lib qolgan." "Nima deding?" Jin jilmaydi. "Ayyorligingiz qolmabdi." Abdulla xota jinni mahkam quchdi. "Seni juda ham yaxshi ko'raman. Tavba qilganingdan beri nima istasang olib bergim kelyapti." Jin ayyorona tabassum qildi. "Nima istasammi?" "Hoy kichik jin, nimani o'ylading-a?" Aylin ko'zlarini ochganda o'zini yangi tug'ilgandek his etdi. Barmoqlarini tomosha qildi, so'ng sochlarini ushladi. Hammasi joyida. Faqat "O'zingga keldingmi?" Onasini ko'rib quvonib ketdi. "Oyi, qizim, kechir meni." Aylin tezda o'tirib olgancha onasini mahkam quchdi. "Bu tushmasa?" "Tushmas qizim." Fotima yig'lagancha qizini sochini siladi. "Oyi, men folchilik qilganim uchun kechiring." "Kechirdim. Faqat boshqa shug'ullanmaysan, xo'pmi?"
Men buni dadamni topish uchun qilgandim, ammo bilaman. O'sha yigit hammasini aytib berdi. Keyin esa bir xat berdi. Ochmang, faqat qizingiz ochsin degani uchun ochmagandim. Aylin shoshib onasining bag'ridan chiqdi-da, onasining ko'zlariga qaradi. Qani? Onasi o'rnidan turib, xona chetidagi shkaf ichidan chiroyli muqovali xat chiqardi. So'ng sekin Aylinga tutqizdi. Chiqib turaman, bemalol o'qib ol. Aylin xo'p deya xatni ohista ochdi. Jodugar qiz, bu xatni o'qiyotganingda men insonlar orasida bo'lmayman. Tanishganimizni bekorga bo'lmaganini his qildim. Seni taniganimdan beri yoqmagan bo'lsang ham, doim seni ko'rsam kayfiyatim ko'tarilardi. Tunlari boshqa jinlar senga yaqinlashmasin deb xavotir ham ola boshladim. Senga ko'p ozor yetkazgan bo'lsam kechir. Kechir so'ziga alohida e'tibor ber. Axir, marid jinlari kechirim so'ramaydilar. Senga va'da bergandim va va'dam ustidan chiqishga urindim. Jinlar kelajakni ko'ra olmaydilar, ammo o'tmishni ko'rishlari mumkin. Onangni avrasiga qo'l tekkizganimda o'sha kecha kelgan insonni ko'rdim. Senga uning manzilini yozib qoldiryapman. Bu meni senga qilgan so'nggi yaxshiligim deb qabul qil. Va aslo suv bo'yiga kechasi chiqma. Kelgusi safar suv bo'yida ko'rib qolsam, hammasi bunday yakun topmaydi. Axir, seni marid jinni sevib qoldi. Aylin yig'lab yubordi. Endi atrofda hech qanday sharpa va hech qanday ovoz yo'q. Ammo nega qalbi og'riyapti? Fatima o'sha yigitning gaplarini qayta xayolidan o'tkazdi. Unga oson bo'lmaydi. Jinlar qudrati uni rom etgan yoki mehr qo'ygan bo'lsa yana talpinaveradi. Ruqiyadan so'ng ham uni e'tiborsiz qoldirmang. Aslo shirk amallar qilishga yo'l qo'ymang. Endi u yana ham xafta bo'ladi. Axir endi u jinlarni ko'ra olmaydi. Shu sabab doim uni himoya qiling. Fatima unga qarab o'zi oshiq bo'lgan navqiron jinni esladi. Men ham shunday oshiq bo'lib qolgandim. Lekin Aylin jinning farzandi emas. Uni otasi tirik. Fatimaga jin buni sizga Aylin aytadi deb davomini aytmagandi. Mirabos bir kunda uydan ikkita o'lik chiqishini endi eshitish edi. Rostdan ham bu jin bilan o'ynashning oqibatimi? Hamma bu sirli o'limdan hayron edi. Mirabosning ikki opasi esa ta'ziyadan keyin uni oldiga tiz cho'kib kechirim so'rashdi. Ukajon, bizni kechirdim deb ayt, tiniqib uxlolmayapmiz. Faqat o'sha dahshatli kimsa bizni quvadi. Bu ham shunday tush ko'ryapti ekan. Mirabos buni o'zini qadrdon jinni qilganini tushunib kuldi. Opa, qo'rqmanglar, u shunchaki tush. Hali ham xafamisan? Sen shunday qiynalganingda biz ustingdan kulgandik-ku. Komila opa ovsinini o'g'illarini uyga olib ketmoqchi edi. Katta o'g'lini mazasi yo'qligini ko'rib qo'rqib ketdi. Ta'ziya bilan bo'lib unga hech kim qaramagan. Meni, dedi bola alahsiragandek. Oyim chaqiryapti. Komilaning yuragi shuvilladi. Bunga ham Mirabosnikidek jin kirganmikin? Tezda domlaga ko'rsatish kerak. Bolakay sal narida turgan, og'ziga soch tiqib olgancha o'zini chorlayotgan onasini ko'rsataman deb hushdan ketdi. Qur'on. Baqara 102-oyat. Sehrni o'rgangan yoki undan foydalanib odamlar orasiga ajralish solganlar kofirlikka yaqin bo'lishlari aytilgan. Kim folchiga yoki kohinga borsa va uning aytganini tasdiqlasa, Muhammadga nozil qilingan narsaga kufr keltirgan bo'ladi. Imom Ahmad rivoyati. Katta gunohlar qatorida sehr va folbinlarga murojaat qilish eng og'ir gunohlardan biri hisoblanadi. Tavbasiz o'lsa, u odam Allohning azobiga duchor bo'ladi. Do'zax azobi xavfi katta. Iymondan chiqish xavfi, agar folchining sehrini hal qiluvchi kuch deb bilsa, bu shirk bo'lib, eng katta gunohdir. Qiyomatda hisob-kitob sha'niga yetkazilgan zulm, yomonlik qilingan odam qiyomat kuni o'z haqqini talab qiladi. Zulm qilgan ayolning savoblari mazlumga beriladi. Agar savobi tugasa, mazlumning gunohlari unga yuklanadi. Najot yo'li sehrni tark etish, chin dildan tavba qilish, Allohdan mag'firat so'rab Qur'on tilovat qilish, namoz va duolar bilan poklanish lozim. Komila opaning ko'zlari yoshlandi. Ahmoqlik qilibman, bolam tuzalsin deb faqat sehrgarlarga qarab chopibman. Allohdan so'ramabman. Hozir esa ovsinimni oilasini ko'rib, o'zim qilgan ishlarimdan uyaldim. Alloh kechirsin meni. Tavba qiling singlim, tavba qiling. Alloh kechirsin. Bu bolani yaxshilab o'qiyman. Folchilar jinlar bilan ishlab, ularni aldovga uchadilar. Jonni berguvchi ham, olguvchi ham Alloh. Jinlar ham Allohning iznisiz jon ololmaydi. G'aybni ham ko'ra olmaydi.
Bundan keyin faqat va faqat Allohdan so'rang. Shirk amallar qilib, mana bunday qilib bolalaringiz qiynalib yurmasin. Komila ko'z yoshlarini artdi. Ish qilib bu begunoh bolaga hech narsa qilmasin-da. Demak, folchiga murojaat qilib sehrdan foydalangan ayol agar tavbasiz o'lsa, do'zax azobiga loyiq bo'ladi. Lekin tavba qilsa va zulm qilgan odamlardan kechirim so'rasa, Alloh rahim qilishi mumkin. Ovsini narigi dunyoda bolalarini ko'rayotgan bo'lsa, tavba qilgandir. Mirabbos Aylinni ko'rgani bordi. Aks olib qiz bog'iga ketgan ekan. Mirabbos uni topganda Aylin ko'zlarini yumgancha havoni sip qorardi. Jodugarlikni tashlab yoga bilan shug'ullanyapsanmi? Aylin ko'zlarini ochib u taraf burildi-da, sog'inch bilan jilmaydi. Jodugar desang, u esimga tushadi. Mirabbos qizga achindi, ammo qanday yordam bera oladi uni unutishga. Ancha tuzukmisan? Aylin bosh silkidi. Juda ham bo'shashib ketayotgandekman, kuchim qolmagandek. Menda ham shunday bo'ldi, ammo u meni ayaganmi, tez o'zimga keldim. Yolg'onchi, doim men azob keltiraman derdi. Mirabbos Aylinni tezda yig'lab yuboradi deb o'ylamagandi. Shoshib ro'molcha tutdi. Yig'lama. Bu ko'z yosh u uchun emas. Tanam shunday bo'lib qolgan, dedi qiz ro'molchani yuziga bosib. Bu yog'iga nima qilmoqchisan? Dadamni topib o'ldiraman. Mirabbos qotilga qaragandek qaradi. Nima? Aylin jilmaydi. U menga manzil tashlab ketibdi. O'zicha menga yaxshilik qilganda, dadamdan keyin uni topib o'zini ham. Mirabbos kuldi. Ikkimiz ham uni boshda yomon ko'rardik. Aylin xo'rsindi. Unga juda ham o'rganib qolgan ekanman. Lekin jinlar insonlardan yiroq yurgani ma'qul. Hozir nima qilyapti ekan? Aylin uzoqlarga termildi. Sen haliyam ularni ta'siridasan, ehtiyot bo'l. U suv bo'yiga bormasligimni tanglagandi. Borsam nima bo'ladi? Suv shunaqangi chiroyli va tiniqki, jin anchadan beri suvni sog'inganini tushundi. Axir, u dengizlar jinining qavmidan. Har g'ira-shira paytdan boshlab to tong otgunicha maritlar suv bo'ylarida, daryo va dengizlarda suzadi. Baliqlar va suv hayvonlari bilan suhbatlashish ularga maroq beradi. Ba'zi sho'x marit jinlari odamlarni kalaka qilishi mumkin. Suv ballonlarini oqizib yuborishi, suzayotganda to'lqin jo'natishi. U esa faqat va faqat suvdan rohatlanardi. Abdulloh xotinni kuzatib jilmaydi. Insondan ko'ngil uzib vataniga qayt. Axir sen dengiz jinisan. Jin ancha suzib suv bo'yida qorong'uda turgan kichik qizchani ko'rdi. Uni to'pi suvga tushgan va u to'pni bir marit jini aylantirib qizchani suvga chorlardi. Hoy! U tezlikda suzib boshqa marit jiniga yaqin keldi. Unga tegma. Yo'lingdan qolma, axir uni o'zi shu vaqtda kelgan, bu biz uchun yemak. Qizcha juda ham kichik-ku. Qachondan beri marit jini mehribon bo'lib qoldi? Yaxshilikcha to'pni qaytar. Ishing bo'lmasin. Abdulloh ota ularni ko'rib suvni kuchli chayqatdi. Ikkingiz ham bas qiling. Kofir jinlarning ishiga aralashma. Ular zarar berishni yoqtiradilar. Jin baribir to'pni suvni chayqatib qizchaga yo'naltirib yubordi. Qizcha shodon qiyqirib to'pni oldi-da, suvdan uzoqlashib yugurib ketdi. Jin jilmaydi. Nima qilding, ahmoq? Abdulloh ota bu safar ikkisini ham suv tagiga cho'ktirib yubordi. Bularga qachon aql kiradi? Uylanib bolali bo'lish o'rniga qilib yurgan ishlarini bularni. Ko'zi ko'r folchi ayol g'alati tovushdan hayron bo'ldi. Odatda kechasi tinch uxlardi, xuddiki eshik g'iy-g'iy ochilayotgandek, lekin qadam tovushi eshitilmasdi. Kim bor? Xonada kim bor? Ovozi faqat xona uzra jarang sochib o'ziga qaytdi. Sen menga va'da berganding uni o'ldiraman deb, o'rniga men o'ldim. Folchi titrab ketdi. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki yovuz ruh uni xonasida. Kimsan? Ayol kishining qo'rqinchli kulgusi eshitildi. Seni so'qir ko'zlaring meni ko'rmayaptimi? Meni ko'rishni istaysanmi? Folchi ayol qulog'ini ostidan kelayotgan shivirlashni eshitib o'takasi yorildi. Tinch qo'y meni, jinlarim, ular seni tinch qo'ymaydi. Jinlarim, jinlar hech qachon sodiq bo'lmaydi. Bilmasmiding? Folchi ongidan kirgan ruhni naqadar qo'rqinchliligini ko'rdi. Uni sochlari dahshatli qirqilgan, og'zi to'la soch edi. Yo'q, meni tinch qo'y, tinch qo'y. Folchi ayol dahshatli chinqirdi. Shu payt o'zidan o'zi qo'llari orqaga qarab qayrilib, tepaga ko'tarilib qirsillab ketdi. Ayol og'riqdan chinqirdi. Senga xizmat qilaman,
Keyin oyoqlari ikki yonga qarab ochila boshladi. Dahshatli og'riqdan ingrayotgan ayolni hech kim eshitmasdi. Oyoqlar ikki yonga tekis ochilganda ayol og'riqdan tamom bo'lgandi. Ifritlarni g'azabiga uchrading. Ayol bu ovozni eshitdi, ammo endi bo'yni qayrilayotganda chinqirdi. Kechir. Ertalab esa folchining uyidan jonsiz jasadni topishdi. O'lim ham g'alati edi. Hech qanday zarba izlari yo'q, ammo tana suyaklari majaqlanib ketgandek edi. Mirzakarim 5-kuni o'zida ancha yengillik sezdi. Xotiniga hayron qolib gapirdi. Nega shu paytgacha qilmading? Qur'on tilovat qilingandan beri juda ham tinch uxlayapman. Uyimizga fayz qaytgandik. Aytmang, o'zimiz ham juda sehr olamiga berilib ketgan ekanmiz-da. Domla uyda faxsh musiqalar qo'ymang, tirik jonzotlar rasmi, haykal bor uyga farishtalar kirmaydi. Yana harom ichimliklar ham bo'lmasin dedi. Farishta bo'lmagan uyda baraka ham bo'lmaydi dedi. Meni xonamdagi haykalni ham chiqarib tashlaymiz unda. Ko'p Baqara surasini qo'yib qo'yapman. Shunday qilinsa o'sha uyga shayton kirmas ekan. Mirabos ham ancha yaxshi, ko'rib yana ham yashashga ishtiyoqim ortyapti. Hammasi dinni yaxshi bilmasligimizdan bo'ldimi deb o'ylab qoldim. Pariroyni o'limi, ukangizni o'limidan keyin men ham amin bo'ldim. Hammasidan ham o'g'illari tirik qolmaganiga kuyindim. Rahmatli ukam hali yosh edi. Kelinni o'z joniga qasd qilishiga nima sabab bo'lgan bo'lsa, hamma narsasi bor edi. Qaydam, insonlarni hech ham ichini bila olmas ekansizda. Nima bo'lganda ham oxiratlari obod bo'lsin. Shu payt Mirabos ko'rindi. Assalomu alaykum dedi. Oyi. Er-xotin yuziga quvonch yugurdi. Qanday yaxshi, farzanding ko'z o'ngingda sog'lom va baxtli bo'lsa. Aylin onasi bilan aytilgan manzil bo'yicha ketarkan, Fatima tinmay titrardi. Oyi, asabiylashmang, hammasi joyida bo'ladi. Aylin shunday deya onasining qo'lini tutdi. Uni otasi qanday odam ekan? Vijdoni oz bo'lsa ham qiynalibdimi yoki baxtli yashayaptimi? Aylin unga gapirish uchun butun nafratini jamlab kelayotgandi, ammo uyni ko'rib hayron bo'ldi. Hashamatli uy ko'rindi. Qishloqdan ancha narida va sokin joyda joylashgan uy ona bolani hayron qoldirdi. Demak, rohatda yashabdi-da. Aylin shunday o'y bilan darvozani taqillatdi. Fatima esa bekor keldimmi degan o'yda ortroq turdi. Bir payt darvozaning yoshi o'rtacha, ko'rkam erkak ochdi. U mehmonlarga hayron qaradi. Keling. Bu egasi sizmi? Dedi Aylin o'zini bosib. Yo'q, men ishchiman, uy egasi dam olayotganda. Nima masala bo'yicha keldingiz? Ularga ayting, qizingiz sizni ko'rmoqchi ekan deng. Ishchi hayron qaradi. Ularning oilasi yo'q, adashdingiz shekilli. Siz kirib ayting, adashmadik. Ishchi ularga boshdan oyoq qarab, so'ng darvozani yopib kirib ketdi. O'sha jin adashgan bo'lsa-chi, qizim? Buni o'sha erkakni ko'rganda bilamiz. Aylin otasidan yana ham nafratlanib ketdi. Bir qizni hayotini barbod qilib, shunday tinch yashash mumkinmi? Ancha vaqt o'tib ishchi qaytib chiqdi va kiring dedi. Aylin onasi bilan ichkariga qadam qo'ydi. Hovli ham nihoyatda batartib edi. Hamma yoq yam-yashil va ozoda. Ichkariga kirishganda yoshi kattaroq ayol, aftidan u ham ishchi shekilli, ularga salom berib ichkariga boshladi. Aylin yuragi gupillay boshladi. Rostdan otasi bo'lsa, unga nima deydi? Aytmoqchi bo'lgan gaplarini ham esdan chiqarib, otasini bag'riga bosardi. Nihoyat ichkariga kirishdi. U yerdagi manzara esa Aylin nogironlar aravachasida o'tirgan, sochlari oqarib ketgan erkakni ko'rib g'alati bo'lib qoldi. Erkak ularni ko'rib yig'lab yubordi. Meni qanday topdingiz? Fatima bu erkakni ko'rib esladi. Yoshligida juda kelishgan yigit bo'lgan, doim Fatimaga sevgi izhor qilib yuradigan yigit edi. Siz onamni taniysizmi? Aylin shunday deya onasiga ishora qildi. Erkak Fatimaga qarab titrarkan, yelkalari silkinib yig'ladi. Meni kechir, hayotingni barbod qilganim uchun kechir, qo'rqoqlarcha qochib ketganim uchun ham kechir. Fatimaning ko'zlari yoshlandi. Nega bunday qildingiz? Erkak nogironlik aravachasini bu taraf itardi. Tegmayman deganingga, seni shu qadar o'zimniki qilishni istagandimki, aqldan ozib qolganingni bilgach esa xayolimga o'sha iflos o'y kelgandi. Hech kim bilmaydi dedim. Payt poyladim. Aylin ham ko'z yoshlarini artdi. Siz erkak nomiga noloyiqsiz. Bu qiz sening qizingmi? Dedi erkak Aylinga qarab. Fatima uni gapini to'g'riladi. Qizimiz. Aylin ota-onasini holi qoldirib, hovlidagi arg'imchoqda o'tirarkan, quyoshga termuldi.
Quyosh tafti. Qanday yoqimli. Qaray olmaysan, ammo taftini his qilib jilmayasan. Ushlay olmaysan, ammo u borligi uchun jilmayasan. Uning har kuni porlashi ertangi kun uchun umid beradi. Bu olamda inson bilmaydigan yana qancha sir-sinoatlar bor ekan. Sen yashayotgan olam yana kimlar uchundir ham xizmat qilyapti. Balki u yerda, balki bu yerda jinlar yoki yovuz ruhlar kezib yurgandir. Yana qayerdadir farishtalar, ular insonlarni ko'radilar, gaplasha olmaydilar. Agar gaplashsa insonlar bu hayotga mukkasidan ketib qolmasmidi? Yashaysan-u, umring tugamaydigandek his qilasan. Ertaga uchun qilingan rejalar, 2-3 yil kiyaman deb olinadigan kiyimlar, hammasi inson o'limini unutib qo'ygandan dalolatmasmi? Aylin jilmayib qo'ydi. Nima? Faylasuf bo'lib ketdimmi? Dedi shivirlab. Albatta jodugar qiz. Bu hayot mazmunini tushungan insonlarni faylasuf qiladi. Aylin shoshib atrofga qaradi. Uni ko'p o'ylagandan eshitildi shekilli. O'rnidan turib ichkariga qarab yurdi. Fatima hamon ishonmasdi. Axir qanday qilib xotirjam yashadingiz? Erkak nigohini oyog'iga qaratdi. Meni ishimdan Allohning qahri keldi. O'sha voqeadan ko'p o'tmay avtohalokatga uchradim. Ancha vaqt kasalxonada jonlantirish bo'limida yotdim. Qimirlay olmagan holatda har tun vijdon azobida yig'lardim. Yoshligim kasalxonada o'tib ketdi. Ota-onam menga siqilib sochlari erta oqardi. Seni qayta surishtirishga yuragim betlamadi. Agar qizimiz borligini bilganimda, buvim meni xursandligimdan jilmaydi. Doim ko'zlaringda mung ko'rardim. Xursandligingni ko'rib, endi bemalol o'lsam bo'ladi. O'lsangiz sizni qaytarish uchun folchilik qilaman. Buvim yengil shapatladi. Yig'ishtir shunaqa gaplarni. Amakilarim, onam va bobom buvim yana bir oiladek jamuljam dasturxonga o'tirdik. Men ota-onasini to'yini ko'rgan birinchi farzand bo'laman. Buni gapini qaranglar. Kim onangni berarkan, dadang avval bizni sinovimizdan o'tsin. Aylin kuldi. Ey, amaki, o'zi shuncha yil yoshlar ayro yashagan bo'lsa, onam qoshini chimirdi. Sen qiz indamasa, kuldim. Oyi, hazillashdim. Nevaram xursanddi, indamanglar, dedi bobom tarafimni olib. Oila davrasida ovqat ham totli bo'lar ekan. Birinchi bora ovqatimni oxirigacha yedim. O'zimga o'zim bu birinchisi va oxirgisi deya o'zimga so'z berdim. So'ng quyosh botib tun kirmasdan oldin suv bo'yiga bordim. Bilaman, bu xavfli, lekin u bilan xayrlashmoqchiman. Shu yerdamisan? Suvga uzoq tikilib, so'ng baland ovozda suvga qarab baqirdim. Bu qiz kimni qidiryapti? Suv yuzasiga namoz shom payti suzib chiqqan marichinlari qizni ko'rib hayron bo'lishdi. Qaysidir marichiniga oshiq bo'lsa kerak. Yigit marichinlar u taraf suza boshladi, ammo unga yaqinlashib bo'lmasdi. Tushunmadim, nima bu? Jinlar bir-biriga hayron qaradi. Uning yonida nimadir bor, jinlarni yaqinlashtirmaydigan. Aylin hamon suv yuzasiga qaradi. So'ng yana chaqirdi. Kelmasang suvga o'zim tushaman. Marik jinlari yaqinlasha olmay uzoqdan qizni kuzatardi. Juda chiroyli, qiziq, u kimni sevib qolgan? Yigit jinlarni urg'ochi jinlar nari itardi. Bu yerga kuch olish uchun kelganmiz. Inson faqat zarar keltiradi bizga. Aylin jahli chiqib, sekin oyog'ini suvga botirdi. Qara, men doim aytganimni qilaman. Abdulloh ota, nima, u aqldan ozganmi? Qanday qilib jim qarab turaman? Bu qiz chindan ham aqldan ozib qolmasdan bor. Uni tinchlantir va xayrlash. Aylin ikkinchi oyog'ini ham suvga tiqmoqchi bo'lganda, chiroyli gul u tomon suzib, oyog'i yonida to'xtadi. Aylin jilmaydi. Va nihoyat kelding. Gulni olib, sekin oyog'ini suvdan chiqardi-da, chetroq o'tirdi. Seni bezovta qilganim uchun kechir. Men shunchaki sen bilan xayrlashmoqchiman. Suv yuzasi yengil silkindi. Aylin ko'z yoshlarini artdi. Otamni topdim. Buning uchun senga rahmat. Hayotim yaxshilandi. Yana men dinimizni chuqurroq o'rganishga harakat qilyapman. Folchilikni esa yig'ishtirdim va tavba qildim. O'ylaymanki, sening hayoting ham joyida. Ko'rishmasak-da, seni borligingni his qilib yashayman. Suv yuzasida yana chiroyli gul oqib keldi. Aylin jilmaydi. Bilaman, kelma deganding. Boshqa kelmayman. Bu safar qat'iy aytyapman. Sen va men haqimizda hech kimga aytmayman. Faqat meni unutib yuborma. Xayr. Aylin o'rnidan turdi-da, gulni ushlagancha ortiga qaramay yugurib ketdi. Jin uni ortidan uzoq termilib qoldi. Qiz suv bo'yidagi qumga
Men jinga oshiq bo'lgan qizman. O'ylaymanki, bu o'tib ketadi, deb yozib ketgan edi. Abdulla xoda jinni qo'lidan tutdi. Men o'rgatgan duolarni qaytar va uni eslama. Mirabbos nima kiyishni bilmay qiynaldi. Komila opa buni ko'rib jilmaydi. O'g'lim, senga Aylin yoqadimi? Mirabbos uyalib bosh silkidi. Oyi, qizlarga nima yoqadi? Komila opa shkafni ochib kiyimini tanlab berdi. Aylin juda ham o'zgacha qiz. Menimcha unga g'ayrioddiy sovg'alar yoqsa kerak. Mirabbos jilmaydi. O'zi zo'rg'a uchrashuvga ko'ndirdim. U juda ham yaxshi qiz. Men qarshi emasman. Mirabbos hayajonlanib belgilangan joyda qizni kutarkan, uzoqdan Aylin ko'rindi. Mirabbos undan ko'z uza olmay qoldi. Juda ham go'zal. Kutirib qo'ymadimmi? Qiz uzrxoh jilmaydi. Yo'q, men ham endi kelgandim, deya yolg'onladi. Unda ketdikmi? Mirabbos Aylin yonida yurganidan shu qadar xursand ediki, shuncha paytdan beri sevgi izhor qila olmayapti. Bugun aytmasa, yuragi qinidan chiqib ketadi. Uchrashuv davomida qulay payt kutdi, ammo har safar ayta olmay qiynaldi. Uchrashuv so'ngida Aylin u bilan xayrlashayotganda bazo'r qizni qo'lini tutdi. To'xta, senga bir gap aytmoqchiman. Aylin qo'liga qarab, so'ng Mirabbosga qaradi. Qanday gap? Seni juda ham sevaman. Doim yoningda bo'lishni istayman. Menga turmushga chiq. Aylin titrab ketdi. Chiroyli lablari qimtindi. Men tez javob berishing shart emas. Shunchaki hislarimni bilishingni istayman. Senga befarq emasman. Atrofingda yigit kishini ko'rsam shu qadar rashk qilyapmanki, iltimos o'ylab ko'r. Vaqt o'tib meni yoqtirib qolishingga ishonaman. Aylin qo'lini tutib turgan iliq tafdan yuragi hapriqdi. To'g'ri, Mirabbosning ko'rinishi uni eslatadi, ammo u jin, hayoti esa oldinda. Mirabbos doim uni tinglaydi, qadrlaydi. Balki kun kelib ko'ngil ham qo'yar. Alloh har bir mavjudotni jufti bilan yaratgan deyishadi. Balki uni jufti shu yigitdir. Aylin boshini ko'tarib ishonch bilan jilmaydi. Vaqt shart emas, men qarshi emasman. Mirabbos o'ziga xursand bo'lib ketdi. Uzuk olmabman. Voy, birdan uzuk demang. Ha, nima qilibdi? Hech kim gap otmaydi keyin. Ikkisi bir-biri bilan tortishib ketib borarkan, uzoqdan ularni kuzatib turgan Abdulla xoda jilmaydi. Jodugar qizi o'z baxtini topdi. Endi navbat seniki, kichikchin. Tong sahar chiroyli ovoz eshitildi. Musulmonlar bu ovozni har kun tinglashadi. Dunyoda shunday go'zal kuy bormikan? Endi joy namoz solinadigan uylar soni yana ko'payganda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sehr jodu dinimizda qoralangan. Hayotingiz doimo ezgulikka to'la bo'lsin. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Hikoya o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.